do'stlar, sponsor har doim sizni eng yuqori nuqtada, eng yuqori darajada ko'rishni xohlaydi. Hattoki bu xohish siz ota-onangizda ham, eng yaqin insoningizda ham bo'lmagan bo'ladi. Bir kuni Paxtakor metrosida Atlas degan kafe-restoran bor edi. Ana shu yerda kompaniyamiz O'zbekistondagi ochilishini nishonlab osh qilgandik. O'shandan keyin bir o'zimga o'xshagan, juda qiynalgan, metroga ham shepam topolmaydigan bir hamkorim bilan o'sha kafega kirdik. Qo'limizda 0.5 baklashkada suv. U ham bo'lsa 3 kunda bir marta magazindan sotib oladi, bakashka eskirgandan keyin tashaladi. Ungacha ichi bo'lingandan keyin ichiga kipitok qo'ydi. Gaplashib haligi joyga kirdik. O'tirdik, ofitsiant yugurib keldi. Nima zakaz qilasiz? Shuna qaradimda hijolat bilan, "Non bormi?" dedi. "Ha" dedi. Sherigini oldiga bordi ofitsiant. Mani ko'rsatib turib kuldi. "Mana nima dedim? Nega?" dedi. "Xudo xohlasa bir kun keladi,